Azizlar, yangi shogirdimiz Samarqandlik akamiz o'qishni boshladilar. Xudo xolasa, hozir birinchi martani o'ziga ideal qilib olib ketyaptilar. Qo'llar ancha yaxshi. Birinchi listni o'rganib oladilar. Mana shunaqa o'zini svarka qiladi, keyin sim, keyin trubaga o'tamiz. Endi tomosha qilamiz. Juda tekis, juda zo'r shov chiqyapti. Birinchi marta. Siz aka oldin tekis, haqiqatan ham tekis ekan. Qiyshiqliklar yo'q, podrezlar yo'q. Oldin svarka qilganmisiz yo'qmi Argon? Ishlamagansiz? Gap yo'q aka. Talant. Samarqandda ham talantlar bor. Samarqandda ham talantlar ko'p aslida. Joni sog' bo'lsin. Mana yaxshi shof, chiroyli tekis shof lekin. Akkuratni как раз yuqa materialga mana shunaqa akkuratni kichkina shof qilinadi. Qalin material bo'lsa, katta shof qilinadi. Baquvvatligi ko'proq bo'lishi uchun. Bu sal toyishi noqulay ekan. Ha, chunki qo'l hali o'rganmadi. Qo'l o'rgangandan keyin zo'r bo'ladi. Dirjak ham boshqacha, hali boshqa dirjak, ya'ni boshqa dastada ham ishlab ko'rasiz, boshqa apparatda. Bosavering bo'ldi. Faqat qarang, 1 sm endi orqaga qaytasiz, 1 sm orqaga qaytib turib boshlaysiz. Birdaniga tugagan joydan boshlamang. 1 sm orqaga qaytasiz, keyin davom ettirasiz. Ketdi. Ajoyib.